Yaqinda o'zbek san'atining buyuk darg'alaridan biri, ajoyib aktyor hamda otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvning boshlovchisi, samimiy inson Mirabbos Mirzoahmedovning vafotlarini ijtimoiy tarmoqlar orqali eshitib juda ham ta'sirlandim. Ilohim oxiratlari obod bo'lsin. Ularni televideniyada har chiqishlarini ko'rsam, olis bolalik yillarim, xotiralarim ko'z o'ngimda jonlanardi. Bir kuni sinfimizga Qotmadan kelgan bir kishi kirib keldi. Unda 9-sinfda o'qir edik. 60-yillarning oxiri edi. U kishining qo'lida qog'oz va qalam, o'qituvchimizga nimalarnidir tushuntirib bizga yuzlandi. Bolalar, klubimizda ashula, raqs, xo'r to'garagi ochyapmiz. Xohlovchilar yozilishingiz mumkin. Boshqa yuqori sinflardan 5-6tasi yozildi, dedi. Men va partadosh dugonam Diloram ikkalamiz bir-birimizga yozilamizmi dedik-da, qo'limizni ko'tardik. O'sha odam dugonam va meni yozib ketdi. Sinfdan chiqa turib, ertadan darsdan keyin har kuni borishlaring mumkin deb ketdi. Ertasi kuni dugonam bilan darsdan keyin klubga bordik. Klub uyimizga yaqin, bozorning oldida edi. Borsak anchagina qizlar, teatrdan artistlar ham bor ekan. Unda teatrga hali Olimxo'jayev nomi berilganmi, yo'qmidi, eslolmayman. Shunday qilib biz raqsga qatnashamiz dedik. Teatrdan kelgan, Qorachadan kelgan bir kishi qo'lidagi rubobini ting'illatib bir ashulani hirgoya qilyapti. O'shani ashulasi haliyam esimda. Qanday baxtli bu dunyoda sovet farzandi, elning sevgan o'g'il qizi asl dilbandi. Yana bitta ashulachi artist va uning ayoli ham bor edi. U ashulachi mahallamizga yaqin joyda yashagan yaxshi inson edi. Ayollari o'sha paytda Gulnaz degan raqsga o'ynardi. Yana teatrdan 2ta ayol raqsga qatnashardi. Biz dugonam bilan raqsga yozilishga yozildik-ku, hech eplolmadik. Qo'limiz kelishsa oyog'imiz kelishmaydi, oyog'imiz kelishsa qo'limiz kelishmaydi. 4-5 kun qatnashdik, rosa qiynaldik. Bitta raqsni dunyoga keltirish ham ancha mashaqqat ekan. Dugonam ikkalamiz ustozga, raqsga qatnashmaymiz, xo'rga qatnashamiz dedik. Mayli dedi u. Keyin har kuni kelib xo'rga qatnasha boshladik. 10-12tami qiz edik. Narigi sinfdan rahmatli Muhabbat dugonamiz ham bor edi. Binoyiday qatnashib ashula ayta boshladik. 2ta xo'r ashulasi o'rgata boshlashdi. Ikkalasi ham O'zbekiston haqida edi. Bittasi haliyam esimda. O'zbekiston go'zal sevimli diyor, bog'laringda doim gul yozar bahor, gul bag'ringdan arimaydi nur ziyo, har tuprog'ing ko'zimizga to'tiyo. 10-15 kun o'tgandan keyin ustozimiz hammamizni bir joyga to'plab, menga teatrdan shunday topshiriq bor. Sizlarni aprel oyining oxirida televideniyaga olib boraman. Televizorga chiqasizlar. Avval repetitsiya qilib tekshirib ko'rishadi. Keyin tanlab olishadi. Guliston guldastasi degan konsert berishimiz kerak ekan dedi. Rosa xursand bo'ldik. Aytilgan muddatgacha rosa tayyorlandik. Keyin aprelning oxirida Toshkentga bordik. Dadam rahmatlini o'shanda zo'rg'a ko'ndirganman. Telestudiyaga kirdik. Ko'zlarimiz olazarak, artistlarni ko'ramizmikan deb. Shunda tashqaridan kirayotsak, bir uzun bo'yli, ozg'inroq kishi kelyapti. Boshda do'ppisi ham bor, tomog'ini bog'lab olibdi. Voy ana, kokilingni aytadigan artist, Nazirjon Nazarov dedim men. Keyin oldiga borib salomlashdik. Eslasam hozir kulgim keladi. Bitta ashula aytib bering, kokilingni deb hech haligini holi joniga qo'ymadik. Yo'q qizlar, bu yerda ashula aytib bera olmayman. Sizlarga tomog'im og'riyapti deb kirib ketib qoldi. Ichkariga kirdik. Uzun koridor, eshiklari ko'p. Bitta eshikka qarasak, tepasiga miniatyuralar teatri deb yozib qo'yilgan ekan. Eshikni ochsak, rahmatli Ergash Karimov, Nabi Hasanov, Sadir Ziyoviddinovlar shaxmat o'ynab o'tirishdi ekan. Salom berdik. Ergash Karimov, kelinglar qizlarim. Qayerdansizlar deb so'radilar. Sirdaryodan dedik. Ha, yaxshi, yaxshi dedilar. Keyin eshikni yopib koridorda tursak, 2ta toshkentlik qiz keldi-da, takabburlik bilan, "Ha, qayerdan keldilaring?" deb so'radi bittasi. "Gulistondan" dedik. Keyin bir-biriga qarab, "Qayerda u?" deb so'radi. "Bilmayman" dedi bir-biriga yelka qisishib. "Sirdaryo viloyatidanmiz" dedik yana. Ular boshimizdan oyoq qarashdi-da, "Qishloqilar" deb ketib qolishdi. Keyin koridorning narigi boshida qo'liga qog'oz ushlab kelayotgan diktor Nasiba Qambarovani ko'rdik. Ular juda ham samimiy so'rashdilar biz bilan. Bir oz gaplashib turib, "Mayli qizlar, men mana bu matnni o'qishim kerak" deb bitta xonaga kirib ketdilar. Keyin bizni kattagina xonaga olib kirishdi. U yerda 5-6ta basavlat kishilar o'tirishgan ekan. Ikromjon Bo'ronov ham bor ekanlar. Ular chiqib ketdilar. Haligi kishilar bizga bir razm solishdi-da, "Birinchi xo'rdan boshlaymiz" dedi. Ashulamizni aytdik. Har tugul haligilarga yoqdi ashulamiz. Hammamiz atlas ko'ylakda, sochlarimiz ikkita qilib o'rilgan, yaxshi, xuddi mana shunday kelinglar deyishdi.
Konsertning boshida bitta xor, ikkinchi xor ashulalaring konsertning oxirida aytiladi dedi. 3-mayda televizorga chiqasizlar. Yaxshi tayyorlanib kelinglar deyishdi. Ikkinchi ashulamiz ham yoqdi. Ana rubobini tingillatganni ashulasi ham o'tdi. Mahallamizda yashaydigan Salohiddin aka va ayollarning ham ijrolari yoqdi. Boshqalarniki ham. Faqat teatrdan kelgan ikkita raqqosa ayolning bittasi nimagadir ularga yoqmadi. Siz kelmay qo'yavering deyishdi. Bechora mulzam bo'lib qoldi. Shunday qilib 3-may ham keldi. Konsertimiz kechqurun 6:30-7larda edi chamamda. Kattakon avtobusda o'yin kulgi bilan ashulalarni aytib, qiy-chuv bilan Toshkentga ham yetib keldik. Bizni studiyani bufetiga olib kirib ovqatlantirishdi. U yerda qoshi qora diktor va bir yigit ovqatlanayotgan ekan. U Mirzohid Rahimov edi. Keyin Toshkentni aylandik. Tushdan keyin studiyaga kirib keldik. U yerda bizni o'sha ajoyib inson Mirabbos Mirzahmetov kutib oldilar. Bu paytlar uchi yosh, kelishgan, chiroyli inson edilar. Biz bilan bir so'rashib bitta xonaga olib kirdilar. Hammamizni ashulalarimizni aytirib, raqslarimizni ko'rib yaxshi, juda ham yaxshi. Men sizlarning konsert dasturingizga rejissyorman. Meni uyaltirib qo'ymanglar. Agar konsert yaxshi chiqmasa, menga gap tegishi mumkin dedilar. Konsert paytida yaqinlashgan sari hayajonlanib ketyapmiz. Konsert beradigan studiyaga kirdik. Bir payt tepadan diktor Nasiba Ibrohim va hozir Guliston guldastasi nomli konsert dasturimizni namoyish qilamiz deb e'lon qildilar. Ro'paramizda kattakon televizor. Mirabbos aka hali ham hayajonda, hali tepaga yuguradi, hali pastga. Birinchi xorni aytdik. Keyin qolganlari ham chiqish qila boshlashdi. Oxirgi chiqishimiz xorga navbat kelayotganda yaxshilab aytinglar. Kim xursand bo'lib yaxshi aytsa, ekranda katta qilib ko'rsataman dedilar. Konsert tugadi. Hammamiz xursand. Yashanglar, rahmat hammalaringga. Zo'r bo'ldi dedilar Mirabbos aka. Keyin studiyadan chiqib avtobusga chiqdik. Mirabbos aka ham avtobusga chiqib, to Toshkentdan chiqqanimizcha biz bilan birga chaqchaqlashib, hazil qilib keldilar. Keyin yana bir bor hammamizga rahmat aytib, xayrlashib tushib ketdilar. Bunday ajoyib, qalbi toza, samimiy insonni hech qachon uchratmaganman. Uyga kelsam soat 12ga yaqin. Dadam rahmatli televizor yonida o'tirib, meni kutib o'tirgan ekanlar. Dadajon, konsertimiz vaqtimi desam, ha, juda zo'r, yaxshi o'tdi. Seni shunday ekranga yaqin olib kelib, katta qilib ko'rsatdi dedilar xursand bo'lib. Ertasi kuni maktabda ham hamma bizni ko'rsatadi. Mana ular televizorga chiqdi deb. Ko'chada ham hamma bizga qaraydi. Ha, o'sha davrlar ham bir unutilmas davrlar ekan. O'sha beg'ubor yoshligim va sho'xliklar sog'inib yashayman.